Мәшрәп, орындан тұрыш və özüge qaytish. Avtori Səhər. 5 fevral Ғұлжы инқилабы сәркілері o'ttirg'a qo'ygan 30 o'g'il yigit beshi belgilab мәшрәп o'ynash və buni Ғұлжы shahridagi hamma mahallalarga taraqqiy qildirib, мәшрәп zanjiri hosil qilish. Bu orqali Xitoy hukumatining maqsadli holda zararli chekimlik va aroq-sharobga maftun qilish yo'li bilan Uyg'ur yoshlarni ma'rifdan, maktabdan uzoqlashtirish hilasiga taqobil turish strategiyasi hilimi ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Agar biz qattiq yiqilib o'rnimizdan turolmay qolgan vaqtimizda cho'qim bir narsaga tayinib, ondan o'rnimizdan dast turishimiz va aslimizga kelib mengishimiz kerak. 5 fevral Ғұлжы inqilobi mezgilida Ғұлжы yoshlari mavjudlik va yo'q bo'lish masalasida, yiqilgan yerdan turish masalasida chorsizlik ichida tipirlagan edi. Ammo ular chorini Uyg'ur xalqining o'lmas an'anaviy meroslari bo'lgan mashrabdan izlab topdi. Mana bu uyshush deb ataladi. Avval uyushqa vaqtimizda chor topalaymiz. Ondan umid nuri ko'rildi. Men turkcha so'zlar ichidagi eleştiri degan so'zni bak yaxshi ko'raman. Eleştirining ma'nosi tanqidlash, munozara qilish, baho berish degandek ma'nolarda keladi. Uyg'ur tilidami eleştir degan bu so'z bor bo'lib, biz bu so'zni qo'chush, astin ustin qilish ma'nosida ishlatamiz. Masalan, qozondagi suiqashni eleştirish. Poloning astini ustiga qilib eleştirish. Anam rahmatlik qozondagi uyg'ur suiqashni yoki sho'rpini qancha ko'p so'rib tursak, ya'ni eleştirib tursak, shuncha tatliq o'xshaydi degan edi. Ayni yillarda Xitoyning maqsadli holda saxta zaharlik chekimliklarni to'kma qilib setish natijasida Ғұлжы shahridagi 60%dan ortiq yosh zaharlik chekimlikka xumo bo'lib qolgan edi. Gerçi ular hangga qarab ketayotganligini bilib tursin, ammo o'zlarini qo'chib, ilishtirib, so'rib turishni unutib qolmadi. Ayni yillardagi Ғұлжы shahrini asos qilgan Ғұлжы mahallalarida yiltiz tortgan eng muqaddas qayta asli kelishning bo'shigi mashrab mana shundoq o'z-o'zini qo'chib, ilishtirishdan maydonga kelgan edi. Albatta, o'z-o'zini qo'chish va ilishtirish men kim, qimmatlik narsalarim-chi? Men nima uchun bundaq ahvolga tushib qoldim degan tafakkurlar ustiga qurilgan bo'ladi. Ular, ya'ni Ғұлжа 5 fevral sarkillari bundaq tafakkur qilish jarayonida mashrabdan iborat bu qimmatlik boyligimizni tepib oldi va buni o'rnidan dasturish va o'ziga qaytishning chorasi sifatida qo'llandi. Allah Uyg'ur yoshlarga o'ngshilish yo'li ichib berdi. Chunki Allah yig'lang'u, mishchanka duolarimizga emas, balki o'z qo'limiz bilan qilgan ishlarimizga, chorsizlik ichidan chora izdiganimizga bakrak ahamiyat beradi. Ota-onasining bir umr topgan taginini setib, zaharlik chekimlik chekib, o'zginimi xonavayron qilgan Ғұлжы shaharlik saqchi idorasi qurib chiqqan saxta zaharlik chekimlik chekkuchilarni tarbiyalash markaziga qanchilgan 10 ming yuan pullarni topshiribmi, zaharlik chekimlik xumarini tashlay olmagan Uyg'ur yoshlari mashrab orqali o'ngshilib,
5 vaqt namoz o'qiydigan kishilarga aylandi. Mana bu Allah Rad surasida o'ttirib qo'ygan bir qavm o'z-o'zini isloh qilish yoki o'zgartishga o'tmagan muddat ichida men ularning taqdirini o'zgartish uchun harakat qilmayman degan va'dasining reallikda amaliylashish edi. Shundoq biz chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar hozirgacha mana mushundoq o'z qoznimizni qo'chib, ilishtirib boqadigan bir ishni vujudga chiqara olmadik. Ha desa, boshqalarning qozonini to'xtamay ilishtiryapmiz. Boshqalarni kuzatish va nazorat qilish jihatda Xitoy yo'lga qo'ygan 100 tonish texnikasini bir chetga qayirib qo'yay deb qilyapmiz. O'zining qozonini bakrak ilishtiradigan kishilarla xuddi 5 fevral g'ulji sarkillardek o'rnidan dast tura oladi va o'ziga qayta oladi. Bir mashrab ostiga uyushib, bir-biriga mahkam yepishib, Allohni ta'sirlantira oladi. Aqlimizni, iymonimizni, irodamizni va vijdonimizni yaxshi ilishtiraylik. Odam boshqa, odamiylik boshqa. Er boshqa, erkaklik boshqa. Ziyoli boshqa, ziyolilik boshqa. Bu yerdagi lik qo'shimchisi tavlanganlikni ko'rsatadi. Xuddi qetiqni uyutish uchunmi ximituruch mo'yin bo'lgandek. Bugungi zavolliqqa yuzlanayotgan kunlarimizdami qetiqdek uyushishimiz uchun jiq ilishtirilib, süzgüçlerden o'tgan aql, iman, iroda va vijdon ximiturchimiz bo'lsin. Oddiy bir puhra bo'lganiga qaramay, o'zini ilishtira olgan, qetiqdek uyub, butun Ili vodisida mashrab zanjiri barpo qilib, Xitoyni qattiq sarosimaga solgan. Mashrabga tayinib, o'rindan dasturib, o'ziga qaytish orqali 5 fevral ro'yini maydonga keltiradigan 5 fevral g'ulji inqilobi sarkillarga, shiitlarga, uyushqanlik sababidan hozirgacha turmada yetayotgan Ili o'g'lonlarga salomlar bo'lsin. Sizlar barpo qilgan mashrab ro'yi, 5 fevral ro'yi Uyg'ur ro'yi bo'lib qolg'usi. Tugadi. 2019 yil 11 fevral.